Ko'zlaringizga ishongingiz kelmaydigan haqiqatni ko'rishga tayyormisiz? Doniyor payg'ambar ko'rgan vahiy. Bu insoniyat tarixidagi eng buyuk va dahshatli sud sahnasidir. Men qaradim. Osmonlar ochilib, muhtasham taxtlar o'rnatildi va u yerga azaldan bor bo'lgan zot o'tirdi. Uning libosi qordek oppoq, sochlari esa top-toza yundek porlardi. Uning taxti olovli alangadan, g'ildiraklari esa yonayotgan olovdan iborat edi. Uning huzuridan xuddi vulqon kabi olovli daryo chiqib oqardi. Muqaddas kitobda Doniyor kitobi 7-bob 10-oyatda shunday yozilgan. Uning huzuridan olovli daryo oqib chiqdi. Minglar unga xizmat qilar edi. Millionlar uning amriga muntazir edi. Sud majlisi boshlandi. Hamma kitoblar ochildi. Tasavvur qiling. Millionlab farishtalar haybatida har bir amal yozilgan kitoblar ochilmoqda. Bu shunchaki hikoya emas. Bu kelajak. Sizning ismingiz o'sha kitoblarda qanday yozilgan?